Chilonzor 17 dan uy so'raverib ezorganlar uchun bitta zo'r xonadon topib qo'yganmiz. Chilonzor 17-kvartal, Al-Xorazmiy okrugi yonginasi 195-maktabi to'g'risida. 4 qavatli uyimizni 4-etaji 3 xona hujjatimiz bo'yicha o'rtoqlar 65 kvadrat metr maydon. Komplekt kirib yashash uchun tayyor xonadon. Oxirigacha ko'ringlar, uy bilan tanishamiz. Do'stlar, planirovka bilan tanishadigan bo'lsak, eshikdan asosiy kirish qismimiz chap qo'lda sanuzel razdelniy. Hojatxonasi ko'rayotganinglarda, buni yonginasida hammomi. O'ng qo'lga qaraydigan bo'lsak, kattalar uchun yotoqxona ko'ryapsizlar. Bu asosiy zal. Qaranglar, keng, katta, yorug' shinam. Xo'p. Chap tomonda oshxona. Bu tomonda veranda qismi. Verandaga kuxnyani ko'chiradigan bo'lsangiz, 4 xonaga o'zgartirsak bo'ladi xonamizni. Remontlari ancha sifatli. Remontlar kapitalniy remontdan chiqqan. Uyimiz skvaznoy holatda. Bu tomonda yana bitta yotoqxona yoki-da bolalar yotoqxonasi yoki-da ofisxona qilib foydalansa bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, narxini 75 ming, ozgina kami bor. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqinglar va batafsil ma'lumotni olsanglar bo'ladi.